Akalar, assalomu alaykum. Tuzimsizlar, yaxshimisizlar? Hozir oshnam kaptar olib o'tibdi. Bunu qaranglar. Malla osh ekan. Ko'zlari zo'r ekan, oq ko'z. Juda chiroyli ekan. Modaga tortib turibdi. Jujayli ekan, juja ekan. Paypoloni ham zo'r ekan, mana qaranglar. Mana metkalari bor ekan, balki egasi chiqib qolishi mumkin. Sotib yuboraman deyapti. O'rtachadan tushgan ekan. 2 kun bo'lishgan. 2 kun bo'pti, balki egasi chiqib qolar. 2 tushagan ular. Ular 2 tushalgan ekan. Ikkitasini 500 ming deyapti. Hozir ko'rsataman. Bunisi o'rtachadan tushibdi. Bunisi ham rosa zo'r ekan. Mana ko'zlarini qaranglar. Kallalarni ko'rsataymi? Ko'zlari ham katta-katta ekan. Mana o'zi o'yin ko'rsatdi lekin do'qchimiz. Bunisi Xovozantayda o'ynaydi ekan. 5 ta 6 ta ko'rdim. 5-6 o'ynaydi deyapman. Bunisini o'yini ko'rmadim. Bu tepadan tushdi, lekin tashlashim ichkariga. Karantinxonada bu. Pastga tashor qondoqqa tashaman yerda ko'ramiz. Ha. Ko'si ham modaga o'xshab turibdi lekin. Endi uchuvini ko'rmasa qiyin-da baribir. Endi qiziqqanlarga bo'lsa. Bunisi zo'r ekan lekin mallavosh. Oyoqlari ham keng ekan. Yana mayda ikkitadan nari ham bor ekan. Bunisi 100 ming, bu paypoq ostida turibdi, boshoq. O'shanisi. Bunisi girra, bunisi moda. Bunisi 150 ming so'm o'tirib qolgan kaptar. Yo'lga o'ynaydigan qo'ygan girra xullas. Telefon nomerlarini yozib qo'yaman. 150, 100, bu ikkalasi 500. Donasiga ham kelishilaveradi. Tiyagasi yaxshimi? Ha, tikka chiqmaydi, har chiqib so'g'ildi. Do'qchi buni egasi ham chiqsa kerak, chunki vahshiy kuchli, qattiq o'ynaydi deyapti. Moda chiqsa kerak, yosh ekan, qizlarni ham to'kmabdi. Bunisi ham zo'r ekan, paypolari ham zo'r ekan, kuloshlar. Mana kaptar. Moda bo'lsa kerak mana o'shanda. Moda. Moda kalla turib, lekin Bilmaydilar. kaptar chiroyli. Aloqaga chiqarasizlar, uchiraman deganlar. O girra, monosi uchadi, bitta ikkita o'ynaydi. Bu boshoq ham. Lekin uchadi. Bu yerda hammasi uchmalar.